kanalımızın hurmatli kuzatuvchilarimiz. Hindistonda men do'stim bilan biryani yegani keldik. Biz musulmonlar yashaydigan kvartalga keldik. Jamiya Islomiya degan joyga. Mana o'sha yerda mana Farhod do'stim oshimiz deb olib keldi meni. Bu yerda achchiq emas dedi. Men bir mazza qilgan joyim mana idishiga mazza qildim, suv idishiga. Juda boshqacha ekan. Ham suvimiz deb turadi, ham og'zini ochib turadi. Gap yo'q. Joy ham o'zicha chiroyli joy ekan. Kichkinagina, odamlar ko'p. Achchiqni zo'r ekan lekin. Bular achchiq emas deganning o'zida ham achchig'i bor. Hamma narsani qo'shib yeng. Ziravorladida. Oshqozonda hazm qilish yaxshilik dedi. Endi soldim mana. Mazza qildik. Tepasi qavatida ham o'tiradigan joyi bor ekan. Musulmon birodarlarimiz kelib ovqatlanib, sochiga 5 lekin. Sog' bo'linglar. Zohani qoldiringlar. Albatta Hindistonga kelinglar. Sizlarni ham biryani bilan mehmon qilamiz. Sog' bo'linglar. Kasal bo'lmaylik.